O'zbekiston viloyatlarining birida portlash yuz berdi. Qurbonlar bor. Assalomu alaykum. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya knopkasini bosib qo'yishni unutmang. Farg'onada portlash yuz berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida portlash bo'lgan. Oqibatda 4-5 nafar ishchi halok bo'ldi. Bir nafari og'ir tan jarohatlarini olib shifoxonaga yotqizilgan. Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar bo'limi holat bo'yicha rasmiy izoh berdi. Qayd etilishicha, kecha 18 aprel kuni soat 18:20 larda Toshkent tumani Varzak mahalla fuqarolar yig'ini Dash hududida joylashgan Farg'ona neft mahsulotlari MCH'ning logistika markazi tashkil etish uchun ajratilgan joyda Fox ishlab chiqarishga mo'ljallangan sex hududida chaqnash sodir bo'lgan. Ushbu ishlab chiqarish sexidan foydalanish maqsadida sinov tariqasida ishlatish jarayonida chaqnash sodir bo'lib, oqibatda 2 nafar korxona ishchisi va 3 nafar qurilishga kelgan fuqarolar turli darajadagi tana jarohatlarini olgan va shifoxonaga yotqizilgan. Xabarda aytilishicha, 4-5 nafar fuqaro halok bo'lgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda deyiladi xabarda.